Bu insoniyatning eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, u hech kim bilmagan holda, kutilmaganda sodir bo'ldi. NASAning ta'kidlashicha, Voyager 1 Interstellar fazoga, yulduzlar orasidagi sovuq va qorong'u hududga yetib borgan birinchi texnologik obyektga aylandi. Quyosh tizimimiz ortidagi qorong'u sukunatda insoniyatning eng uzoqdagi zondi bo'lmish bu apparat hozirgina hech qachon topish uchun yaratilmagan narsani ko'rdi. Qiziq, u nima edi? Keling bir tasavvurlarni ishga solib ko'ramiz. Yerdan oygacha bo'lgan masofa 356.462 kilometr. Neil Armstrong vaqtida shu masofani bosib o'tgan. Siz hozir video muqovasida ko'rgan Voyager fazo apparati Quyosh tizimimizdan ancha uzoqda. Neil Armstrong kabi kosmonavtlar u yerga yetib borishi uchun 33.664 marta oyga borib keladigan masofani bosib o'tishi kerak bo'ladi. Shunda ham bilsa bo'ladiki, bu zond bizdan qanchalik olisda ekanini. Nima deb o'ylaysiz? Nega men bu gaplarni aytyapman? Sababi shundaki, o'sha Voyager kemasidan biroz vaqt oldin NASA sirli, g'ayritabiiy va fanga noma'lum bo'lgan xabarlarni oldi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan YouTube kanali. Hayratlanishga tayyor bo'lsangiz, boshladik. Voyager 1 zondi 1977-yilda fazoga uchirilgan. Uning asosiy vazifasi Yupiter va Saturnni tadqiq qilish bo'lgan. Stansiya ushbu sayyoralar yo'ldoshlarini batafsil suratlarini olgan birinchi kosmik zond bo'ldi. Asosiy missiya yakunlanganidan so'ng u Quyosh tizimining uzoq hududlarini, jumladan Kuiper kamarini va geliosfera chegarasini o'rganish uchun qo'shimcha missiyani boshladi. Hozir zond Yerdan yuqorida aytilgandek 24 milliard kilometr uzoqlikda. Unga signal yuborish va signalni qabul qilish uchun taxminan 22,5 soat vaqt ketadi. Shunday bo'lsa-da, stansiya olimlarga foyda keltirishda davom etmoqda. Qurilma bortida oltin disk bo'lib, unga ehtimoliy o'zga sayyoraliklar uchun mo'ljallangan murojaat, shuningdek bir qator tasvirlar va tovushlar yozilgan. Bugungi kunda u sayyoramizga eng uzoqdan signal yuborayotgan inson tomonidan yaratilgan qurilmadir. Voyager faqat suratga olmaydi, u sirlarni o'rganadi va hozir bu jumboqlar bizni ajablantirmoqda. 20-asrning ikkinchi yarmi. Insoniyat hali global internet tarmog'i, sun'iy intellekt yoki Marsga parvozlar haqida faqat orzu qilayotgan bir davr. Aynan o'sha vaqtda Yer sayyorasida yashovchi bir toifa mavjudot, odamzod, o'zining ilk kosmik maktubini koinotga yubordi. Bu maktub Voyager 1 edi. Ammo bu qurilmada faqatgina texnik uskunalar emas, balki insoniyatning sirlari, ya'ni to'liqroq aytsak, odamlarning ovozi, musiqalari, suratlari, salomlashuv xatlari va yer manzili tuzilishi yoritilgan. Biz koinotga kimligimizni, qayerdaligimizni, qanday tuzilishga ega sayyorada yashashimizni o'z qo'limiz bilan yozib, oltin plastinkaga joylab, begona olamlarga uzatdik. Agar biron bir rivojlangan sivilizatsiya ushbu zotni qo'lga kiritsa, ular bizni qanday baholaydi? Axir ular bizni 1977-yildagi texnologiyamiz asosida o'rganadi. Balki ular uchun bu zond bolalarcha oddiy bo'lib ko'rinar. Yoki ular bu oddiy qurilmaning ortida o'zgaruvchan, har yili yangi taraqqiyotga erishayotgan bir tur odamzod turganini anglab yetar. Balki ular bu harakatni tinchlik elchisi yoki aksincha bilinmagan tahdid deb hisoblashar. Chunki har qanday begona jism o'z hududiga yaqinlashganda har qanday rivojlangan sivilizatsiya avval uni sinchiklab o'rganadi, keyin unga javob choralarini ko'radi. Voyager esa to'g'ridan-to'g'ri bizning kimligimizni aytadi. Biz o'zimizni fosh qildikmi? Albatta bu savol hanuz ilmiy va falsafiy doiralarda tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. 2025-yil iyun. Voyager 1dan g'alati, takrorlanuvchi va ritmik signal keladi. Bu oddiy xabar to'lqiniga o'xshamas edi. U musiqaga o'xshardi. Garchi Voyager yonginasidan hech qanday obyekt aniqlanmagan bo'lsa ham, signal doimiy ravishda takrorlanishda davom etgan. Biroq bu tabiatning tasodifiy chaqnashlari emasdek go'yo. Qayd etilgan to'lqinlar pulsarlardan chiqayotgan tovush singari edi. Lekin u pulsar emas edi.
Pulsar bu tez aylanuvchi neytron yulduzdir. U shunday ovoz chiqaradi. U vertolyot emas. Quyidagi nazariyalar hozirda eng ko'p muhokama qilinmoqda. Kosmosda ko'plab zarraviy yulduzlar bo'lib, u quyosh shamoli, yulduz portlashlari yoki boshqa galaktik hodisalar natijasida yuzaga keladi. Voyager 1 plazma to'lqinlarini qayd etgan. Bu signalga o'xshash tebranishlar paydo qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir taxminga ko'ra, bu qora materiya. Koinotda qora materiya ko'rinmaydigan, lekin butun koinot massasi va harakatiga ta'sir qiluvchi strukturadir. Voyager signalining yutilish va ta'sir qilish xususiyatlari qora materiyaga o'xshash. Eng keskin va g'ayrioddiy taxmin esa bu obyekt sun'iy manbaga ega, ya'ni begona sivilizatsiyalardan yuborilgan signal yoki kosmik mayoq, space beacon bo'lishi mumkin. Pulsar signallar bilan aralashib ketgan, doimiy signal yuboruvchi manba ekanligi aytilmoqda. NASA ushbu nazariyani hozircha tasdiqlamagan bo'lsa-da, lekin u haqda jiddiy tadqiqotlarni olib bormoqda. Voyager 1 obyektni 1.6 milliard milya uzoqlikda qayd etgan. Bu topilgan obyekt koinot obyektlaridan farqli o'laroq o'z orbitasiga ega emas, balki yo'nalishi o'zgaruvchandir. An'anaviy kosmik fon to'lqinlaridan farqli, undan o'ziga xos elektromagnit tarqalish xususiyati mavjud deyilmoqda. NASA va boshqa astrofizik markazlari shoshilinch tadbirlarni o'tkazib, Yerga eng yaqin radioteleskoplar orqali qayta kuzatuv, ayniqsa Kaliforniya va Avstraliyadagi stansiyalar ishga tushirilgan. Voyager yuborgan signal esa qayta va qayta ko'rib chiqilib, obyekt orbitasi, massasi, spektri va boshqa parametrlar tahlil qilinmoqda. Voyager 1ning bu signalni qayd etgani kichik yangilik emas. Insoniyat ilk bora Quyosh tizimidan tashqarida joylashgan noma'lum va harakatlanuvchi obyekt bilan to'qnash keldi. Bu sayyora emas, asteroid emas, balki ehtimol yangi turdagi kosmik struktura, hattoki sun'iy qurilma bo'lishi mumkin. Ushbu xabarlarda mukammal shaklda uchayotgan 305 dan ortiq noma'lum obyektlar o'nlab yillar davomida jim turgan Voyagerni ishga tushirib yubordi. Bu signallar zarbasi ortidan insoniyat hozirda bilgan koinot sirlari buzildi va Voyagerning qadimiy tizimlari hech kim tushuntirib bera olmaydigan tarzda ishlay boshladi. Bu ilmiy fantastika emas, ayni paytda bu haqiqat va bu biz ilgari duch kelgan hech bir narsaga o'xshamaydi. Bu uzluksiz ravishda o'zga olamdan yuborilayotgan kosmik mayoq bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Vaholanki Voyager 1 tasodifan uni ushlagan. Agar bu signal rostdan ham sun'iy bo'lsa, unda u kim tomonidan yuborilgan va nima uchun? Bu savol bizni bezovta qiladi, xuddi omuoma obyekt kabi. Ba'zan shunaqa jumboqlar bilan to'qnash kelganingda, o'zga sayyoraliklar haqidagi farazlar haqiqatmikan deb yuborasan kishi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, izlanishda davom etishimiz kerak. Voyager 1 bu texnologik ko'rsatkichlardan ham ko'ra ko'proq insoniyatning umidi. U biz yolg'iz emasligimizga, qachondir kimgadir murojaat qilishimiz kerakligiga bo'lgan ishonchimiz timsolidir. Bu qo'rquvdan emas, umiddan tug'ilgan jasoratdir.